Assalomu alaykum, bozor trend obunachilarim. Mana bugun biz o'zimiz chorvandamiz. Ko'ryapsizlarmi, ovozlarimni biqillab yotibdi. Bularni nima berib boqasiz? Qanaqa boqasiz? Nimaga qonni yo'q bularni desalaring, men sizlarga zo'r yechim topib qo'yganman. Sizlarga ham tavsiya, ham foydali bo'ladi. Hozir sizlarga o'sha mahsulotni ko'rsataman. Qanaqa mahsulot desalaring, bu drabilka bo'ladi, universal drabilka, yorvoradigan. Hozirlarga o'sha drabilkani zavodiga olib borib, sizlarga ko'rsataman. Asha drabilkani olib boqsalaring, shunaqa novoslarni qarang. Qonni yo'q, o'rtamon qarang. Qonni yo'q. Hazm bo'lish miqdori o'ta ko'tarilgan. Ko'tariladi. Katsitva zo'r bo'ladi. Somonni o'tda maydalasa, o'zida energiyani ko'p sarflamaydi. Tishi ham to'kilmaydi. Yerdan uzib yegan boshqa, maydalangani yegani boshqa. Mana bu novosimiz qarang, mana. Mana shu novosda agar qonni yo'q, qarang. Mayda o't yeganida drabilkadan chiqqan o'tlar yeganda. Hozir ash drabilkalarni sizlarga ko'rsataman. Videodan like bosib tursalaring, video davomida ko'rsataman. Mana sizlarga aytgan o'sha drabilkam mollaringni dumalaq qilib oladigan Turon drabilkalar nima deyapti? 1.700.000 so'mdan 2.100.000gacha. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib berasiz vodiyga. Vodiyga dastavkasini bepul qilib berishadi. Undan tashqari boshqa viloyatlarga kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa dastavkalari bor. Undan tashqari u zo'ta turibdi, qarang. 1000 tadan ko'p. Men o'zimiz chiqarib ham ko'rib, mana mayligini qarang. video ham qilganmiz. Kechagi mana tayida bedalari, kechagi mollarni mana ko'rdilarni, hali mollarni. Vobshim, bomba. Somon deysizmi, bedapris deysizmi, makkapoya deysizmi, g'o'zapoya, o teraydi shoxlarini ham maydalab Tashlaydi. tashlaydi. Shoxlarni ko'rsatishingiz mumkin. Mana beraman, qarang. Bu qarang, shoxni ketmon sopini chiqarib yuborgan emasmi. Mana shunaqa drabilka, universal drabilka oqtay bo'lganlarga shuni jo'natib qo'yasizlar. Agar olsalaring, meni mollarimga o'xshab, mana bundan olaring mollaring. Mana bu bug'doyni qarang. Un holatda chiqargan, mana turibdi pastda. Mana bunisi mardalik holati. Qani qopdi mana. Maydasi qopdi, mana shuni teshikdan tashlaydi, mayda qilib tashlaydi, un holati. Buni yorma holatda olib kelib qo'yadi. Undan tashqari drabilkalarni motorlari, mahallaylari, zavodskoy bo'ladi, quyma bo'ladi, yangi bo'ladi. Hali kombaynni eski pichoqlarni qo'yishmas ekan, magazinni olib. Undan tashqari 4 ta setkalari bo'ladi. Yorma, un, mana molga, qo'yga, mana 4 ta. Mana har xilidan bor, alyumin misli atmosferalari bor. Alyumin mis atmosferaga qarab narxida o'zgarish bo'laveradi. Eng arzoni misol 1.700.000 so'mdan boshlab 2.100.000gacha. Xudo xolasa 2.100.000 gacha. Dastavkalar vodiy bo'ylab bepul qilib berdi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Cheklanmagan miqdorda o turishini ko'ryapsizlarmi? Pastda nomerlar qoldiramiz, akamga aloqa qilsalaring, bemalol yetkazib beradi. Sizlarga tavsiya qilib qolamiz, xudo xolasa.